Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yozuvchi Sa'dulla Siyoyev 1939-yil 25-martda Qozog'istonning Turkiston shahri yaqinidagi Qarnoq qishlog'ida tug'ildi. 1946-1956 yillarda Qarnoqdagi o'rta maktabda, keyinchalik 1957-1962 yillarda Toshkent universitetida o'qidi. O'qishni muvaffaqiyatli tamomlagan adib dastlab Toshkent radiosida, keyinchalik Respublika vaqtli matbuoti Mushtum hajviy jurnalida ishladi. Sa'dulla Siyoyev o'z ijodini she'r yozishdan boshlagan. Uning dastlabki she'ri 1956-yilda matbuotda bosiladi. U she'rlar bilan bir qatorda Qiz bolaning pandi, Ming bir qiliq, Charxpalak, Uyimizga mehmon keldi kabi hikoyalarni ham e'lon qiladi. Keyingi yillarda uning qissa va hikoyalardan iborat Yorug'lik, Beparvo bo'lmoqchiman kabi kitoblari nashrdan chiqdi. 1993-yilda yozuvchining Yassaviyning so'nggi safari romanining birinchi kitobi, 1997-yilda Haqiqat yo'li deb nomlangan ikkinchi kitobi chop qilindi. Bu kitoblarda ulkan bobokalonimiz Ahmad Yassaviy haqida hikoya qilinadi. 2021-yilning 21-fevralida yozuvchi uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 82 yoshida vafot etadi.